Mashinangizni nimaga sotdingiz? Bekor sotib o'tayotgan insonlar qaranglar. Men orzuyimdagi mashinani mana shu yerga almashdim. Ko'rayotgan shu yeringlar bir necha oiladan keyin 10-15 ta aynan miskinlar, aytish og'ir so'z, yetim bolachalar uchun uy qurilgan bo'ladi. To'g'ri, men ularni hammasiga uy qurib bera olmayman, lekin shu yerini olib bera oldim. Va siz ham men aniq bilaman, ehsonni, yaxshilikni yaxshi ko'rasiz. Ya'ni meni bitta o'zimni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Men shunchaki bitta odamman, aslida hech kim emasman. Sizlar bilan birgalikda biz bu uylarni qila olamiz. Shu videoga like bosish sizdan ehson bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ying, keyingi uylarda, keyingi ehsonlarda sizni keragingiz bo'ladi. Shu videoni istoriya qo'yib bering. Shu ehsonlarda sherik bo'lasiz. Qarang, bu to'g'ri kichkina ko'rinadi, lekin 25 sotu, kamida 10 ta 15 ta uy sig'adi. Va bu uyni sizlar bilan birgalikda o'sha o'zini egalariga topshiramiz. Abdulboriy Umarov, yaxshilik izlab davom etadi.